Assalomu alaykum qadrdonlar, hamma zo'rmi, charchamasdan yuribsizlarmi? Do'stlar, bugun bitta yangi saytni tavsiya qilmoqchiman. Uje ko'rganlar bordir, uje ko'rmaganlar uchun tavsiya qilamiz. Nimaga desalaringiz, uje bugun gullatib hamma menga tashlayapti sayt silkasini. Uje men ko'rib bo'lgan edim, lekin video qilishga vaqt bo'lmayotgan edi. Mana xudo xolasa, nima deydi, bugun konkretni qilib videorolik qilmoqchiman endi. Endi nima deymiz jigarlar? Pisk saytlari yana bittaga ko'paydi-da. Pik saytlari yana bittaga ko'paydi jigarlar. O'zi 7 tamidi, 8 ta bo'lib ketdi jigarlar. Vashshi buyog'i yonyapti jigarlar. Buni eplab bo'lmay qoldi vash pik saytlarini. King saytlari eshitishim bo'yicha kamroq sus ishlayapti ekan. Pul chiqarishda suslashyapti ekan. Короче, 24 soat ichida tushib kelmayapti ekan. Ma'lumotlarga qaraganda. Lekin jigarlar, bilasizlar, pik saytlari lekin yaqinda ham Tron pikdan chiqarganman. Normal to'lavergan edi. Tak что yaqin orada yana chiqarib qolishim mumkin. Endi mayda-mayda harakat qilyapmiz, jigarlar, ishlayapmiz. Shunaqa gaplar jigarlar. Gullatish kerak. Gazini bos deydi-ku. Orqa oldinga qaramay gazini bos deydi. Videoni tomosha qilamiz. Sayt manzili har doimgidek kommentarda bo'lmaydi endi, chunki bizda videoroligimizga narishini tushgan. Короче, sayt manzili shunday Telegram kanalimga kirsalaringiz, Telegram kanalimda shunday topish eng oxirida bo'ladi o'zi. Hech nima tashlamay turaman, shtobi o'sha silkani topishinglar oson bo'lishi uchun. Telegram kanaliga o'tsanglar bo'ldi, o'sha yerda silka turadi. Sayt manzili o'sha yerda bo'ladi. Gazni bosaverasizlar. Deydi-ku. To'balan qilish kerak. Va jigarlarim, mana bizning yangi saytimiz. Bu saytda biz do'stlar sul kriptovalyutasini ishlaymiz ekan. Albatta hozir ko'rib chiqamiz bu saytdan qaysi kошелёкка pul chiqarsak bo'ladi, qanday ishlaymiz, suda barcha ma'lumotlarni berishga harakat qilaman do'stlar. Birinchi navbatda shu ro'yxatdan o'tib kirganimizda albatta biz elektron pochtani aktivlashtirib qo'yishimiz kerak. Mana bu setting degan joyga kirib. Xo'p, elektron pochtani aktivlashtirsak, o'sha bizga 10 ta bonus beradi. Mana bonusni olsak bo'ladi. Mana bunaqa sirazi bonusni olsak, bizda balansimiz уже normal ko'tarilib oladi jigarlar. Xo'p, xuddi shunday bonuslarni olamiz. Bonuslar tugagandan keyin esa do'stlar, albatta har doimgi pik saytlarimizga o'xshab, bunda ham mana bu bosh bo'limdan tak что har soatda kapcha terib pul ishlaymiz jigarlar. Har soatda kapcha terib pul ishlaymiz. Xo'p, endi o'zingizlar ko'rib turibsizlar, bunda ham xuddi kak bu kriptovalyuta ham kak ton kriptovalyutasi bilan pashti narxi bir xil ekan do'stlar. Buni eng pastiga qarasanglar, eng pastida ko'rsatib turibdi $3.34. Pashti $3.5 teng narxi. Hozirgi narxi bu kriptovalyutaning, sul kriptovalyutasining narxi. Tonni narxi ham hozirgi vaqtda shu 3 dan ziyodroqda do'stlar. Pashti bir xil ekan ikkalasining narxi hozirgi kunda. Bu ham xuddi shu ton pik saytiga o'xshagan sayt do'stlar. Bir xil ichi o'sha kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan. Короче, jigarlar, nima desam, просто tak ishlayman degan odam harakat qilaverasizlar. Bu majburiy emas jigarlar. Men oldin ham aytganman, hozir ham aytaman, bundan keyin ham aytaman, bu majburiy emas. Kim xohlasa, kimda xohish, istak bo'lsa, gazini bosingizlar. Qiziqmaysizmi, kerak emasmi, yig'ishtiring. O'zingiz ishingizni qilavering, dalshi. Не надо deydi-ku ruschasiga. Kerak emas boshqa lishni gap, tuda-suda. Xo'p. Endi bilmaydiganlar uchun baribir kamroq bo'lsa ham ma'lumot berishim kerak do'stlar. Bu saytda har soatda kapcha terganimiz uchun sayt pul beradi do'stlar. Har soatda oddiy kapcha terganimiz uchun pul beradi. Nimaga oddiy pul beradi? Bir xillar shunga ham aqllilik qiladi-da. Nimaga o'zidan o'zi pul beradi? Bu dalboy bo'lib qolganmi bu saytlar? O'zidan o'zi pul bersa bu uxlaydi-ku, bankrot bo'ladi-yu deydi do'stlar. O'shandaqa gaplar ko'paymaslik uchun aytib o'taman jigarlar. Bu har soatda berayotgan summasi bu juda ham kam summa hisoblanadi jigarlar. U dengizdan tomchi degani. O'shaning uchun vashshi nima qilmangizlar. Nima deydi? Gapni ko'p qilish shart emas do'stlar. Pul beryaptimi? Beryapti, tamom. Lekin kam beryapti. Endi buni ko'paytirishning yo'llari bor jigarlar. Har soatda kapcha terganim uchun ko'proq pul olishni xohlayman desalaringiz, bu yerda urovень degan narsasi bor mana. Stone, iron, bronze, silver, gold, platinum, diamant, master jigarlar. Eng oxiri master. Masterga tushib kelsanglar, har soatda kapcha terganingiz uchun $3.5 pul borda jigarlar. Bir kunda uxlamay 24 soat kapcha tersalaringiz, vashshi normalni pul bo'lib ketadi jigarlar. Lekin degan tomonlari bor. Endi lekin degan tomonlarni ham aytib o'tay.
Bu o'rin ko'tarish uncha oson ish emas jigarlar. O'shani ham hisobga olish kerak. Bu o'rinni ko'tarish uchun albatta biz shunchaki o'yin o'ynashimiz kerak. Ya'ni mana bu games bo'limiga o'tamiz. Games bo'limida mana bunaqa o'yinlar bor. Bu o'yinlarni o'ynab albatta o'rinni ko'tarsak bo'ladi jigarlar. O'rinni ko'tarishni kim bilmasa, kimga kerak bo'lsa videosi Telegram kanalimda bor. Telegram kanalimga kirib, o'zimda lichkamga yozsalaringiz ham o'sha videoni ham tashlab beraveraman yoki bo'lmasa o'sha videoni ko'rsatib ham yuborishim mumkin. Bemalol o'sha videoni ko'rib, o'rinlarni bemalol ko'tarib olasizlar o'zlaringiz. Hech kimga aytib, yordam ber, tuda emas jigarlar. Prosta tak o'zlaringiz oson o'rinni ko'tarsalaringiz bo'ladi. Prosta tak depozit qilish kerak, o'yin o'ynash kerak. Tamom. Tak что shunaqa gaplar jigarlar. Endi yana qanday ma'lumot bersam bu sayt to'g'risida. Xo'p. Saytda agar masalan siz o'rinni ko'tarib kapcha terib o'tiramanmi deb erinsangiz, unda ham yana bitta yo'li bor. Shunchaki mana depozit degan joyga kirib turib, depozit qilish kerak saytga. Saytga depozit qilgandan keyin mana shu o'yinlarni o'ynab, pulimizni ko'paytirsak bo'ladi jigarlar. Iloji bor, prosta tak bilish kerak, o'rganish kerak, harakat qilish kerak jigarlar. Bu osondan o'zidan o'zi bo'lib qoladigan narsa emas jigarlar. Hamma tomonni hisobga olish kerak. Xo'p. Endi pul chiqarish mana bu Wizdraft degan joydan bo'ladi jigarlar. Pik saytlarni bilasizlar. Men o'zim 3 yildan ko'proq vaqt bo'ldi pul ishlab kelaman, pul chiqarib kelaman. Hammasi 100% to'laydi. Demak, bu sayt ham 100% to'laydi. Pul chiqarib ko'rsataman ham hali ozgina pul ishlab, pul chiqarib ham ko'rsataman. Prosta tak ishonchli kompaniyalar tomonidan ishlab chiqarilgani uchun aytayapmanki, ishonchli deb jigarlar. O'zim aytdim, e'tibor bersalaringiz, o'zi minimalka ham juda ham kam ekan, uncha ko'p emas minimalkasi ham. Qaysi kashulokka chiqarsak bo'ladi. Xo'p. Endi qarangizlar jigarlar, pul chiqarish bu nima bo'ladi ekan? Mana bu yerga e'tibor beringizlar. Menda FaucetPay kashulogi bilan o'zim ishlatadigan kashuloklar, Payer kashulogi bor. Bu ikkala kashulokdan foydalanaman. Men Payer kashulogida bormi, yo'qmi bilmadim, hali programmasiga kirib ko'rmadim. Chunki programmasida ko'rsatmaydi, saytiga kirib ko'rish kerak, bormi yo'qligini bilish kerak Payerda. Lekin FaucetPay'da ko'rdim, yo'q ekan do'stlar. Bu Sul kriptovalyutasi yo'q ekan. U degani biz FaucetPay'ga menimcha chiqara olmaymiz buni. Lekin degan tomoni bor bu yerda. Tak что qani? Mana Telegram kashulok. Do'stlar, Telegram kashulokda bu kriptovalyuta bor ekan. Mana e'tibor beringizlar mana. Sulmi, shunaqada короче. Shunaqa kriptovalyuta ekan. Narxiga ham e'tibor beringizlar. 3.34 sent, ya'ni $3.5 pashti narxi. U degani biz menimcha Telegram kashulokka pul chiqarib ko'rsak bo'ladi. Mabodo chiqmasa, keyin Payerda ham ko'ramiz yoki bo'lmasa boshqa kashulokda ilojini qilamiz jigarlar. Shunday gaplar. Shunchaki mana bu yerga adresni yozib turib, pulni chiqarishga qo'yamiz, tamom. Komissiya juda ham kam oladi. Kapchani tiramiz, Wizdraft bosamiz, tamom, pul chiqarishga qo'yiladi. Tak что nima deyman do'stlar? Prosta tak qo'ldan kelgancha ma'lumot berdim. O'zi prosta juda oddiy, o'zi bunday qarasalaringiz bir tushunarsiz yoki bo'lmasa bir qiyinchilik joyi yo'q do'stlar, osongina. Yo kapcha terib pul ishlash kerak, yo depozit qilib turib o'yin o'ynab pul topish kerak. Ko'pchilik o'yin o'ynab pulni yutqizib qo'yadi, azartga berilib yutqizib qo'yadi. O'shaning uchun maslahatim, yana ham o'zingizlar bilasizlar, maslahatim shu depozit qilib turib, shu o'yinlarni o'ynab turib, faqat o'rin ko'tarishga o'ynash kerak, tamom. Faqat o'rin ko'tarishga o'ynab turib, o'rinni sal ko'tarib olib turib balandroqqa, ana undan keyin bemalol har soatda kapcha terib pulni olaverish kerak, tamom do'stlar. O'shanisi menimcha eng yaxshi yo'li. Yana ham o'zlaringizda bosh bor jigarlar, o'ylab harakat qilish kerak. Tak что jigarlar, bugungi videorolik shundan iborat edi. Qo'ldan kelgancha barcha ma'lumotlarni berdim jigarlar. Shunga qarab harakat qilaveramiz. Depozit qilish ham hozircha xuddi shu nimaga o'xshaydi. Xuddi shu Telegramdan depozit qilsak ham bo'ladi ekan. Mana depozit degan joyga kirib, bu yerdan mana bu adresni kopirot qilib olamiz va Telegram kashulogimizga kirib turib, Telegram kashulogimizda oldin depozit qilib to'ldirishimiz kerak. Telegram kashulogimizda pul bo'lgandan keyin esa do'stlar, albatta mana bu dollarmi biron nima depozit qilsak, keyin o'sha dollarni mana bu обменять degan joyga kirib obmen qilishimiz kerak. Ya'ni mana bu SUI
kriptovalyutasiga obmen qilishimiz kerak. Ana undan keyin bizning balansimizda sun'iy kriptovalyutasi bo'ladi. Keyin bu kriptovalyutani biz bemalol o'sha saytga depozit qilsak bo'laveradi jigarlar. Xuddi shu yerdan bo'laveradi. Shularga e'tibor beringizlar jigarlar. Так что nima desam, qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berdim do'stlar. Iloji boricha harakat qildik. Endi bu yog'i sizlardan paddashga faqat like, podpiska jigarlar. Tamom. Qo'ldan kelgancha biz sizlarga faqatgina eng ishonchlilarini tavsiya qilishga harakat qilamiz. Hammaga omad do'stlar, gazni bosamiz. To'xtash yo'q bizda jigarlar. Ha, jigarlar, ko'pchilik mendan bu saytlarni ekranga chiqarishdi yoki bo'lmasa programmasi bormi deb so'raydi jigarlar. Saytga kirganinglarda o'zi mana bunaqa narsalar bo'ladi. Eng balandda, ya'ni mana bu Chrome browser orqali kirgan bo'lsalaringiz saytga, sizlarda mana bunaqa narsa paydo bo'ladi. Mana 3 ta tochkachani bossak, bu yerda pastroqqa tushsak, mana bu добавить на главный экран degan yozuv chiqadi. O'shani ustiga bosamiz. Bizda ko'rsatyaptiki, programmasini ustun qilasanmi yoki bo'lmasa shunchaki programmaga o'xshatib ekranga chiqarib olasanmi deyapti. Biz albatta programmasini ustun qilamiz degan yozuv ustiga bosamiz va ustun bosamiz. Bo'ldi, bizda programmamiz, bu saytning programmasi avtomatik skachat bo'lib ekranga tushadi. Hozir ekranda ko'rishimiz ham mumkin. Ekranda paydo bo'ladi hozir. Так, qayerda qoldi? Skachat qildim ekan o'zi. Mana установлено. Так что установлено bo'ldi, programmasi ham уже. Так, endi telefonimiz ekraniga qaraymiz. Qaytga tushdi endi u. Tak, xo'p. Mana do'stlar, tushibdi, mana ekranga tushibdi. Bu tomonga o'tkazamiz va mana bu yerga qo'yamiz. Saytlar qatorida turishi kerak bu. Bizda pik saytlari 8 ta bo'ldi jigarlar. Ekranda hammasi o'zim ishlayotgan saytlar jigarlar. Hammasini silkasi Telegram kanalimda bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, qo'rqmay gazni bosaveringizlar. Hammasi ishonchli jigarlar. Hammaga omad, sog' bo'linglar.